Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana jadid deymiz, jadidlar deymiz, ota-bobolarimiz ma'rifatparvar deymiz, lekin o'zi jadidlar haqida bilamizmi? O'zi jadid so'zini ma'nosini bilamizmi? Jadid ota-bobolarimizdan birortasini ismini, nomini bilamizmi yoki bo'lmasam maqolasini, yozgan kitoblarini o'qiganmizmi? Tanqid bilan boshlayapman. Sababi o'sha tanqid bo'lgan joyda sal odam sergakroq bo'lar ekan. Bugun men sizlarga o'zim 18 yoshimda o'qiganman. Litseyda o'qiyotgan paytimda Mahmudxo'ja Behbudiy rahmatullohi alayhni 2 emas 4 til lozim, 4 til kerak degan maqolasi bor. U Oyna jurnalida chiqqan, 1913-yilda yozilgan. Mana shu maqolasini bizga, ya'ni arab tiliga oid bo'lganligi uchun mana shu maqolani o'qib sizlarga tahlil qilib xulosasini gapirib bermoqchiman. Xuddiki shu videoni ko'rib oxirigacha ko'rsangiz mana shu maqolani mag'zini tushungan bo'lasiz. Ya'ni Mahmudxo'ja Behbudiy rahmatullohi alayh qanday inson bo'lgan, ya'ni qanaqa fikrdagi inson bo'lgan, til uchun qanchalik qayg'urgan inson ekanligini tushunib olasiz. Bu kishi Mahmudxo'ja Behbudiy rahmatullohi alayh O'rta Osiyo jadidlarining otasi deya ta'riflanadigan kishi bo'lgan. Juda ham har tomonlama dunyoviy ilmlarni ham yaxshi bilgan, diniy ilmlarni ham yaxshi bilgan, ikkala tomonini ham uyg'unlashtira olgan ma'rifatparvar, zamonni yaxshi tushungan, mamlakat holatini o'sha paytda Chor Rossiyasiga mustamlaka bo'lgan Turkiston, O'rta Osiyo aholisini holatini yaxshi bilgan va O'rta Osiyodagi insonlarni dardu tashvishlarini ham yaxshi bilgan, ilm ahallari bilan doimiy aloqada bo'lgan. Munavvar Qori, Abdurashidxonov, yana boshqa o'sha paytdagi jadidlar bilan ko'pchiligi bilan doimiy aloqada, fikr almashishda bo'lgan. O'sha davrni eng ziyoli, eng xalq uchun, millat uchun jon kuydiradigan insonlardan bo'lgan. Bu kishini bugun sizlar bilan 2 emas 4 til kerak degan maqolasini ko'rib chiqamiz. O'zi jadid degan so'z ma'nosi arabchadan tarjima qilganda yangi degan ma'noni anglatadi. Jadid yangi. Usuli jadid degan anaqa bo'lgan, yangicha o'qitish tizimi, yangi usul degan ma'noda, yangi usul maktablari ochilgan. O'sha so'zdan jadid so'zi ommalashgan. Jadid so'zining ma'nosi demak yangi degan ma'noni anglatadi. Buni aksida qodim degan so'z bor. Qadim bu eski degan ma'noni anglatadi, oldingi degan ma'noni anglatadi. 2 emas 4 til kerak maqolasi 1913-yil Oyna jurnalida chop etilgan. Maqola shunday boshlanadi: biz turkistoniylarga turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdir deganlar. Endi xuddi shu yerda izohlab ketgan. Turkiyni bilmoq nima uchun desa, chunki Turkistonning aksar qismi o'zbeklar bo'lganligi uchun shu turkiy o'zbekchani bilishlik kerak deb aytganlar. Forsiyni bilmoq nima uchun kerak desa, o'sha davrda 1900-yillarda ungacha bo'lgan davrda madrasalarda kitoblarni o'qitilish tili ko'pincha forscha bo'lgan va shuning uchun forsiyni bilish ilm fanni bilishlikka keng yo'l ochgan va adabiyotni bilish uchun ham forsiyni bilish juda ham keng imkoniyatlar beradi degan. Chunki fors tilini bilsa Sa'diyni, Rumiyni, Bedilni tushuna oladi deb aytganlar. Ya'ni adabiyot borasida fors tili juda ham go'zal til. Buni imkoniyatlaridan biz foydalana olamiz degan ma'noda maqolada juda ham chiroyli so'zlarni ishlatgan. Turkiyni bilsa Navoiyni, Fuzuliyni, Sanoiyni va boshqa insonlarning asarlarini o'qib mazza qiladi va o'sha davrda 1900-yillarda Usmonli turklar va Qozon Qrim-tatar turklari ilm fanda taraqqiy etib, Yevropani asarlarini tarjima qilishni boshlashgan. Ya'ni Tolstoyning asarlari, Keplerni, Kopernikni, Jules Verne'ni asarlarini tarjima qilib, turkiyaga tarjima qilgan. Turkchani biladigan bo'lsa, ya'ni o'zbekcha turkchani biladigan bo'lsa, o'qib tushuna oladi. Ya'ni zamoni ilmidan Yevropani o'sha davrdagi eng zamonaviy asarlarini o'qiy oladi degan fikrlarni bildirgan va undan keyin arabiy tilni bilishlikning muhimligi o'sha davr madrasalarida va umuman o'zi islom tarixida ham baribir arab tilini bilmasdan turib din ilmlarini o'rganishlik mumkin emas. Chunki Qur'oni Karim arab tilida, hadis shariflar arab tilida va ulamolarning asarlari ham ko'plari arab tilida. Bizni bobokalonlarimizni, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Termiziy va boshqa ulug' zotlarning asarlari arab tilida. Ilmiy, masalan, Ibn Sino rahmatullohi alayhi ham, Al-Xorazmiy rahmatullohi alayhi ham, Farg'oniy, Forobiy rahmatullohi alayhi ham hammalari o'z asarlarini arabiyda yozgan. Ularni asl holida o'qish uchun ham arabchani bilish kerak bo'lgan.
va bugungi kunda ham arab tilini bilish eng muhim. Chunki dinni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta arab tilini bilishlik kerak. O'sha bizni tariximizdagi ulug' bobokalonlarimiz asarlarini asl holatini o'qiy olishimiz uchun ham arab tilini bilishlik kerak. Va bundan tashqari maqolani o'zida ham aytgan, ya'ni tijorat uchun ham, savdo sotiq uchun ham, ishlab chiqarish va juda ko'p narsalar uchun til bilishlik juda ham kerak. Xosatan mana bugungi kunda arab davlatlari bilan aloqalarini yaxshilanyapti, darajaga chiqyapti. Buning uchun arab tilini bilsa, yana ham ko'proq insonlar arab davlatlari bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ysa bo'ladi, o'z bizneslarini rivojlantirsa bo'ladi, farzandlarini arab davlatlarida o'qitsa bo'ladi. Ya'ni yaxshi imkoniyatlar eshigini ochadi til bilishlik, xosatan arab tilini bilishlik. Maqolada shunday so'zlar aytildiki, bizga lozimki o'z nafimiz uchun ruscha bilaylik, hukumat maktablarida o'qiylik, davlat mansablariga kiraylik, vatanimizga va o'z dinimizga xizmat etaylik, musulmon bo'lib turib taraqqiy qilaylik deganlar. Ya'ni o'sha davrni hukmron tili rus tili bo'lganligi uchun, ya'ni Chor Rossiyasini va undan keyingi Sovet davrida ham rus tili, ya'ni Turkistonda, ya'ni eng baribir hukumat uchun, davlat ishlari uchun birinchi raqamli til bo'lgan va hozirgi kunda MDH davlatlarida ham rus tili birinchi raqamli til hisoblanadi. Shuning uchun rus tilini bilishlik muhimligini aytganlar va o'sha bu zamon tijorat ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto din islom va millatga xizmat qilish ilmsiz bo'lmaydi degan ekanlar. Mana masalan bugungi podshohlik dumaga o'z din va millatimiz nafiga so'zlamoq uchun ham biz o'sha tilni bilishimiz kerak. Ammo anda borib so'ylag'uvchi kishi yo'q bizda. Ya'ni u yerga borib, o'sha davrdagi podshoh dumasiga borib, u yerda bizni haq huquqlarimizni himoya qiladigan, o'sha yerda gapiradigan, so'zlaydigan bizni kishimiz yo'q deb qayg'urib yozgan ekanlar. Xulosa o'rnida bugun bizlarga 4 tilda tahrir va taqrir qiladigan insonlar kerak. Arabiy, rusiy, turkiy va forsiy deb yozganlar Mahmud Hoji Behbudiy rahmatullohi alayh. Endi bugungi kunda mana shu masalan forsiy tilni, forschani o'rnini masalan ingliz tili egallagan bo'lishi mumkin. Hozirgi bugun sharoit bilan oladigan bo'lsak, O'zbekistonda o'zbek tilini davlat tili o'rgatiladi. Maktablarda ingliz tili, rus tili o'rgatiladi va ba'zi maktablarda masalan fors, tojik tillari o'rgatiladi. Bu juda ham yaxshi. Endi arabiy tili juda bu ham bor maktablari, kamroq, lekin arab tilini o'rganishlik uchun baribir umuman olganda xalqimizda ehtiyoj bor, qiziqish bor. Arab tilini bilishlik baribir o'z ahamiyatini 100 yil oldin ham yo'qotmaganligini mana shu maqoladan bilsak bo'ladi. Bugungi kunda ham bu eng muhim masalalardan va bundan keyingi 100 yillarda ham arab tilini o'rganishlik o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Chunki bu tilni buyukligini, bu tilni ulug'ligini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Ya'ni bu til dinni o'rganiladigan til. Bu til hozirgi kunda masalan arab davlatlari bilan aloqalarni yaxshilaydigan til. 400 milliondan ortiq arablar bor va ular bilan kontakt bog'lab, aloqaga chiqib, ular bilan doimiy iqtisodiy aloqalarni, madaniy aloqalarni, siyosiy aloqalarni yaxshilashlik uchun albatta til bilish kerak. Shunda biz yuksalamiz, shunda kuchli davlatga aylanamiz, xudo xolasa. Agar siz arab tilini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, nolda o'rganish haqidagi video darsliklarimiz bor. Siz harflarni bilib talaffuzda qiynalgan bo'lsangiz, talaffuz darsliklarimiz bor. Ayn harfini talaffuzda qiynalgan bo'lsangiz, bu haqida video darsliklar chiqarib qo'yganmiz. Marhamat, foydalaning, o'rganing. O'zingizni arab tilidagi saviyangizni, darajangizni yuksaltiring va mana shu Mahmud Hoji Behbudiy rahmatullohi alayhni aytgan fikrlarni bugungi kundagi davomchilaridan biriga aylaning.